14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Payariq tumanida Milliy armiya ona yurt qalqoni tinchligimiz posboni shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tashkil topganligining 34 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda so'z olgan tuman hokimi harbiy xizmatchilar mehnatini e'tirof etib, yurt tinchligi yo'lidagi mas'uliyatli hamda sharafli ishlariga muvaffaqiyatlar tiladi. Ona vatanni himoya qilish, uning sarhadlarini ko'z qorachig'idek asrash, xalqimizning tinch osuda, farovon hayotini ta'minlashda harbiy xizmatchilarning o'rni beqiyos ekanligini ta'kidlab o'tdi. Bugungi kunda mamlakatimizda harbiy sohada amalga oshirilayotgan izchil islohotlar va bu borada erishilayotgan yutuqlar dunyo hamjamiyati tomonidan keng e'tirof etilmoqda. Bayram tadbirida tuman hokimligi tomonidan bir guruh harbiy xizmatchilar tashakkurnoma va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar ijro etildi.